O'zbekistonda yagona bo'lgan BMW E9 3.0 CSI modeli. Buni qarang, ajoyibligini. 1971-yilda ishlab chiqarilgan va BMW tomonidan ana shu yilning o'zida bu avtomobil ommaga taqdim etilgan. Avtomobil hammasi mana rodnoy holatda. Mana bu eshik ruchkasiga e'tibor bering. Nikel molding bilan birga ulanib ketgan, alohida ruchka ko'rinishini bermaydi. Kupe avtomobilimiz kupe ko'rinishda, ya'ni kuzovda ichki qismlarini e'tibor bering, juda ham zo'r holatda, a'lo darajada turibdi. Mana shu joylari tabiiy yog'och bilan ishlangan. 4 pog'onali mexanik korobka, dvigatel esa 3 litrli atmosferniy dvigatel, 200 ta ot kuchiga ega. Ajoyib. Ushbu avtomobil haqida to'liq ma'lumot olish uchun A Bozor Premiumga murojaat qiling.